Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rish turganimdan bag'oyat xursandmiz. Bugun ham e'tiboringizga Jahon chempionati va muhim xabarlarni taqdim etamiz. Avvalambor qadrli do'stlar, xabaringiz bor, bizni O'zbekiston milliy terma jamoamizni so'nggi turda 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratib, play-off yo'llanmasini qo'lga kiritgan Kongo terma jamoasi ham afsuski Angliya termasiga 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchrab, ular ham bizdan keyin uylariga qaytib ketishdi. Va qadrli do'stlar, Jahon chempionati o'yinlari davom etmoqda. Juda ham kuchli jamoalar sekin-asta saralanishmoqda. Paragvay terma jamoasi Germaniyani musobaqadan chiqarib yubordi. Va qadrli do'stlar, yana bir ajoyib o'yin, Marokash terma jamoasi Niderlandiyani musobaqadan chiqarib yubordi. Ya'niki favorit deya sanalayotgan terma jamoalar ham afsuski musobaqani tark etishmoqda. Kutilmagan terma jamoalar hozircha sensatsiya ko'rsatishda davom etmoqda. Ayni vaqtda qadrli do'stlar, biz bilan bir guruhdan joy olgan Portugaliya va Xorvatiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yinda 1-1 hisobi qayd etilmoqda. Avvaliga xorvatlar gol urgan bo'lsa, keyinchalik Portugaliya hisobni tenglashtirdi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz va qadrli do'stlar, yana bizda ajoyib xabar bor. Bilasiz, garchi milliy terma jamoamiz Jahon chempionati bilan erta xayrlashgan bo'lsa ham, lekin bizni o'zbekistonlik hamyurtlarimiz, ya'ni hakamlarimiz o'z faoliyatlarini davom ettirishmoqda. Ko'z tegmasin, 5-iyul sanasida yana o'zbekistonlik hakamlar, ya'ni bosh hakam Ilgiz Tantashev boshchiligidagi hakamlar jamoamiz muhim bo'lgan o'yinni o'tkazadi. Ushbu uchrashuv 5-iyun kuni AQShning 250 yil mustaqil bo'lgani munosabati bilan o'tkaziladi. Fransiya va Paragvay terma jamoalari o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tadi. Ushbu o'yinga qadrli do'stlar, AQShni eng buyuk insonlari stadiondan bevosita o'yinni tomosha qilishlari aytilmoqda. Demak, o'zbekistonlik hakamlarga omad tilaymiz. Fransiya Paragvay o'yinida o'zbekistonlik FIFA hakamlari ishlaydi. Bu juda ham O'zbekiston vatanimiz uchun juda katta sharaf. Hakamlarimizga omad tilaymiz. Qadrli do'stlar, eng qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. Bizdan va futboldan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.